Yanichlarning eng sevimli insoniga aylangan Selim ularga hali kelajakda qanday yurishlar bo'lishini aytmagandi. Oyijon, Selimni sulton qilsak, butun dunyoni olamiz degan kim? Nima balo, butun dunyoni aylandikmi? Nima bo'lganda ham qaytib keldik, biroz dam olamiz. Podshohimiz yana safar buyrug'ini berdilar. Hozirlaning. Ketamiz. Bu safar qayoqqa? Istanbuldan to'g'ri Misrga. Onangni o'zi endigina keldik-ku. Vaqtni cho'zmasdan tezroq tayyorlaning. Alloh, o'zi sog' joyim qolmadi, hech qayoqqa ketmayman. Piramidalarni ko'rish butun umrlik orzuyimidi? Alloh. Qattiqqo'lligi, talabchanligi uchun hatto vazirlar ham undan qo'rqishardi. Yelkamizga ozgina shamol tegdi, podsho. Demak, safarga chiqishni istamaysiz, to'g'rimi? Ko'zimga ko'rinma. Kengash bekor qilindi, beylar, to'g'ri safarga ketamiz. Aynan shu vaqtda shahzoda Selim otasining beqaror hokimiyatidan charchab, undan sultonlikni tortib olish uchun Istanbul tomon keladi. Bu jang natijasi shahzoda Selim uchun muvaffaqiyatli bo'lmaganligi sababli safarga ketdi. Shahzoda Ahmed esa Amasyadan Istanbul tomon otasining qarori bilan taxtga chiqish uchun kelardi. Ammo uni yo'lda kimdir kutib turgandi. Xayrli kun, shahzodam. Qayerga ketyapsiz? Biz qo'rqoq bir shahzodani taxtga chiqarmaymiz. Meni qo'rqoq deb kim aytdi? Hali ko'rasanlar. Uyg'urcha qayoqqacha borar ekansan? Shahzoda Ahmed rejasi rasvo bo'ldi. U holda shahzoda Qo'rqutni taxtga chiqaraylik. Ya Alloh, darvesh kabi odam, u kelsin. Kelsinmi hukmdorim? Kelsin. Daryo toshqin, suvlar to'lqin, o'tolmasman. Yor. Qayoqqa yo'l oldingiz, shahzodam? Xush ko'rdik. Shu desangiz, otam menga xabar yubordi. Meni shahzodam, seni hurmat qilamiz, ammo taxtga Selimdan boshqasi noloyiq. O'zi dunyo masalasida peshinam sho'r ekan. Ha, mayli. Shahzodam, bu tarafdan. Allohga omonat og'alar. Daryo tosh. Hammasi chippakka chiqdi. Yetar posholar. Selimni chaqiring, tez kelsin. Buyur otam, otajonim. Shahzoda degani ham shunaqa sovuq bo'ladimi? Hozir ikkovingni ham onangni. Selim, taxtni senga beraman, ammo qardoshlarimni umuman o'ldirmayman deb so'z bersang. So'z ota, yigit so'zi. Unaqa bo'lsa yaxshi, men Dimitokaga ketdim. Dimitokaga nega ketayotgani ma'lum. Askar to'playdi, qaytganida ham joning, ham taxtdan ayrilasan. Sinon og'a, Amr eting, hukmdorim. Hukmdorim, taxtingiz xayrli bo'lsin. Shu taxtda sizni Kimligingni bilmasam ham mayli edi, Mustafa podsho. Shahzoda Selim Yovuz sulton Selimga aylangandan so'ng Usmonlikda buyuk fathlar va yurishlar davri boshlandi.